Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Necha narsa? Svetofor? Nima aytdi svetofor? Video registratori bu. Registrator bormi? Ha. O'zi siznikida ko'raylik, birinchi siz. Davay ketdik o'sha yerga. Tushmagan ekanmanmi? Ha? Tushmaganmi? Atashyapti. Yo'q, tushmaganmanmi? Ketaveraymi bo'ldimi? Yo'q, tushmaganman. Men qo'ymaman. Siningim? Qahvo. Qahvo? Ha. O'zing registratorni ko'rdingmi? Tushmaganman. Tushmaganmisan? Ha. Svetoforda konkretno ko'rib turdingmi? Ha. Ha? Bu xizmatga borib, naychi tushganni tushunma menga. Nima? Короче, sen qizlar kirib ketsan. Tushundingmi? Yo'q, davay ko'raylik siznikini. Bu yoqda tushmagan lekin 100 foiz ani. Yo'q, qancha bo'lasan o'zingni. Bo'ldi, bir chenani keltirib bering. Sen o'zingni ko'rdingmi sen? O'zimda tushmaganman.
registratorim bar deganingiz-da. Mana shuni qo'yib kelaman. Chimkentchi bilaman, shu sizlar aldab to'xtatasizlar. Men buni qo'yib kelaman. Ha? Sen svetofor tushganmi senda? Ha, ko'raman-da. Hammasi bu. Shahbod, ket. Tamam, bir bo'yda tushibmish. Assalomu alaykum. Qanaqa kelinglar bilan? Eshik chaqsang, sen eshikni ochib ketmaysanmi? Qara. Ana bu kamerasini yaptım. Ha? Kim sendir meni aldaysınlar dedi. Ha, to'g'ri. Mana. Yaxshi. Oo, siz chiqyapsizlar. Ko'rvan, sizning Qanaman? Meni qamozingiz qizilga kirib ketgansiz. Ekipaj. Mani mashinamni ko'rsatib beringlar. Yo, bu bo'lmaydi. Yo. Stakansa ko'rsang, stakansa. Stakansa ko'r. Qayerdan chiqasan? Qizil janibni qizilga kirib ketgansiz уже. Qayerdan betdan chiqasan? Bu men уже o'tib bo'lganman bu qizilga. Qizilga kirib ketgansiz, qizilga kirib ketgansiz. Ko'rsang, mana o'tib kelyapsan endi. Mana sen Endi o'tib kelyapsan, qara. Mana bu mani kamazim. Bu mani kamazim emas. Mana buni aytibsizlar sizlar. To'xtang, siz aytayotganda. Ha, sen kamazing bu voy. to'xtab turib Mana hammasi nervi chiqmaylar. Hammamiz odammiz. Baqir chaqir qilasizlar. Bir kishi gapirsin. Хорошо, no sizning kamozingiz. Mani nima kamazim? Mana. Bundan svetoforga qarang. Ha, hozir ko'ramiz. Mana svetofor ujida. Svetofor uji o'tib bo'lganman bundan. Mana orqadagi mashinalarni qarang, nechta mashina o'tib ketgan mendan. Mana qizilga kirdingiz siz. Mana qizilga. Qizil o'tib bo'lgan uji, bundan o'tib bo'lgan. Sen ko'rmash. Atelespeng, buni ko'r, asqoy ko'r. Ishlasa demiş ko'rsatmish bo'ldi. Qara. Qizilga kirdingiz. Margaysiz. Burilib chiqib ketyapsan, ha, burilib kelyapsan sen. Sizlar kirdingiz. qanday odamsizlar? Sizlar nima izvasta qilyapsizlarmi o'zbek mashinalarini? Men tushunmadim mana sizlarga. Qanaqa o'tib ketganman? Chista faktisini ko'rsatinglar menga. Yo'q. Sen davsingni, toningni Yo, sizlar Ya dur. Ayqaylamay durustlab so'yla. O'sha yerda turib Sen so'yla. ko'rdingmi? ha, Bo'ldimi? Yo'q. Sen ko'rsatsan. tushunmaganman svetofor. Xo'p. Sen o'zingda registratoring bor dedingmi? Bor, ha. Bo'ldi. Yo, siz menga keltirib bering uni, tushganmi, tushmaganmi? Toningni tushirib so'yla. Men siz bilan gaplashganim yo'qmi? Men bu kishi bilan gaplashdim. Bu kishi meni to'xtatdi. Siz to'xtatganingiz. Ha. Gaplashasizmi? Davay. Xo'p. Hujjatlaring bormi? Bor. Menga mana buni keltirib bering. Chista faktiski men tushganim, svetofordan o'tganim keltirib beringlar, bo'ldi. Nima qilsanglar qilinglar keyin. Bu faktiski aniq emas u. Menga shu yetadi. Xo'pmi? Sizga yetmaydi u. Menga ko'rsatib bering uni. Men o'tganimni, chista qizildan o'tganimni. Ha. Menga yetadi, bo'ldi. Sizga yetmaydi. Menga yetadi. Aniq emas u. Ko'kdan o'tib ketganman, qanaqa qizildan o'taman. Sen soglashim deb yozaver menga, farqi yo'q. Yo'q, siz keltirib chista keltirib bering, yozing. Toningni tushib to'la deyman senga. Tonimni hammasini men sudga beraman, hali zayirini ko'ramiz hammasi. Tagitak bu material sudga boradi. Boradi, ha. Ha? Nima deyman? Yo'q, toningni turib durustlab so'yla so'zing. Durustlab so'ylayapman, sizlar durust so'ylamayapsizlar. Xo'p, shahbodmi? Bo'p, telefoningni bersang ko'raman. Dokument, пожалуйста, предъявите. Keltirib bering oldin mani, ошибкамni. Berdim bo'ldi senga. Keltirib berganinglar yo'q. Svetofordan o'tgandan katta joy bor. Qizil ko'kda o'tib ketganman yo'lda. Shahbod, men senga aytib turibman. Lekin o'zingda bo'ladigan bo'lsa, ertaga sud bo'ladi. Yo'q, sud. Endi meni o'zimniki video uni olganmi, olmaganmi, men to'g'ri bilmayman. Men senga aytdim. Sen o'zing aytding menga. Yo'q. Menda o'zimda bor deding. Men senga aytdim. Xo'p, senkin ko'ra salak dedim. To'g'rimi? Yo'q, men endi o'zim aytdim. Tushganmi, tushmagan men uni bilmayman. Siz menga qarang, bratan, siz menga faktisini keltirib berishingiz kerakmi? Kursi bor. Menda qara. Menda, если бы этого не было бы, если бы этого не было бы, я здесь стоял бы, просто тебя отпустил бы. Конкретно. Ты сейчас снимаешь, будешь до конца снимать.
До конца снимаем, До конца тебя оформили. Да, конечно. Yo, siz menga keltirib berishingiz kerak. Qizilda mana qarang. Уважаемый, я тебе фиксацию показал, все. Показал, это точно emas-ku bu qizildan o'tganim, aniq emas-ku. Я тебе Bu shu sening mashinangni dokaz etib bersa bo'ldimi, hujjatlarni bersin. Siz dokaz etib bering, men hujjatni beraman. Ayqaylamay durustab so'yleding sen. Ayqaylamay durustab so'yle. Komandir, qo'lingizni oling. Durustab hujjatlar nasıl var? Dokumentlarim var. Bermayman hujjat. Hujjat bermayman. Durustab so'yle. Bermayman. Nimaga beraman? Hujjatni Prichenani to'g'ri ushlaylar, men hujjatni beraman. Sen to'g'ri ishlab Yo'q turibman. hujjat. To'g'ri ushlamayapsizlar. To'g'ri ishlab turibman. Pastavka qilyapsizlar. Qanday pastavka? Ko'kdan o'tgan emas, qizildan o'tgan deyapsizlar. Qanday pastavka? Pastavka bo'lyapti. Sen qizildan o'tgan ko'rib turibsan o'zing. Ko'rib turibsiz, siz ham bu kishi ham biladi qizildan o'tmaganimni. Sen qizildan o'tganing senga videoda ko'rsatib turibdi. Videoda bu video hal qilmaydi u narsani. Nimaga hal qilmaydi? Yo'q. Tanishni tushiraman. Sizlar menga faktisiz keltirib bering, men qanaqa hujjat bo'lsa hammasini beraman. O'zing hujjatlaringni ber menga. Yo'q, bermayman hujjat. Nimaga beraman? Sen не подчинение сделаешь, да? Да. Значит, ты не подчиняешься. Без причины to'xta deyapsizlar. Mashinaga o'tiradi, ro'da olib boramiz. Без Nomer chechim hozir. без причины mana. Причина тебе стоит. Я тебе фиксацию показал. U причина emas. Как у причины emas? Причина emas. Aniq o'tganimni keltirib beringlar, bo'ldi. Nima problem boshqa? Qizildan, qizil. Vaziyat nomerini chechib olamiz. Orqasini ham aytib oling menga. Hammasi chechib olamiz. Ko'rasan. Ko'ramanmi? Hujjatlarim bormi? Yo'q, bermayman. Nimaga bermaysan? Без причины o'tirdi. Qanaqa без Pastavka qo'yibsiz. Ko'kdan o'tganman, qizildan o'tib kelyapsiz. ko'rib turibdi-ku. Ko'rib turibman, ana sizlar ham hamma ko'rib turibdi. Ko'kdan o'tib kelganim aniq bo'lib turibdi-yu. U yoqdagi kamera bormi? U yoqdagi kamerani ko'ringlar, masjidning oldini. Ko'kda o'tadigan bo'lsang, ko'kda o'tadigan bo'lsang, men seni to'xtatmayman. Erkakcha, o'g'il bolacha. Sen Qizilga kirding, uspet qilaman deb. Yo, siz uspet qilaman deb kirding, o'g'il bolacha-da. Kirding. Menga aytding, menda video registratorim bor deding. To'g'rimi? Olganmi, uni bilmayman. Men просто bordim, qo'yib kelyotgandim. Men senga aytib turibman. Shuni ko'r, lekin shetda Qizilga kiradigan bo'lsang, men sen kiradigan bo'lsang, men seni aforim qilaman. O'g'il bola. Yo'q, hozir choshma. Yo'q, choshmasan. Sen choshmasa, men sening gapingni aytib turibman. Men to'g'rimi? To'g'rimi, to'g'ri emasmi? Men video registrator borligi tushganmi, tushmagan bilmayman. Lekin u yoqda hozir nechta magazinlar ham bor, kamerasi bor. Men bitta o'shalarni ko'rib chiqaman. Ana shu toshda tushgan. Men kirganimda 15 sekund edi. 15 sekund vaqt bor edi men kirganimga svetoforda. Ko'kka. Senga qara. Sen bu o'zingni sening, твои проблемы. Хочешь смотри, хочешь нет. Это уж твои проблемы. Sudga hammasini ko'rsataman. Ular nima? Agar dakansa bo'lmasa, men ham dakansa bo'laman. Ko'rsatasan, dokumentini ber endi. Yo'q, bermayman. Baribir olamiz. Dokument baribir olamiz. O'sha yerda xalosmi mashinang? Davay, oling. Baribir berasiz. Bermayman. Sen so'zni dakansa turasizmi? Dakansa turaman. Bitta. O'zimga kelganman, qarang. Musofirni qanday qiynayapsizlar sizlar kelib. Ko'kda o'tib ketganman. Nagli pastavka qilyapsizlar-ku, qizilda o'tib ketganman. Sen aytganda, to'g'rimi? Durustab so'yladi, hujjatingni ber. Tekshirat hammasini. Tushundingmi? Sen ayqalab bermayman degan foyda chiqmaydi. Baribir olamiz. Tushundingmi? Baribir meni Qozog'istonda yurimiz, biza Rossiyada yuramiz, qozoq hammamiz musofirmiz. Hammamiz insonmiz, to'g'rimi? Bo'ldi. Hujjatni olib registratoringni ko'rib, hammasi O'zbekistonda bor registratorini ko'rib kel. Registrator ko'rib kel o'zing. Nima registratoringdasan o'zing? Amanda, iltimos sizdan yangi yil oldi, sizdan mana nasrini buzmaylik. Nechta magazin bor o'sha yerga? Video registrator mana buni. Mening nasrini buzmaydi. Mana bundan o'tib. Bu yerda turgan edi? Yo'q, o'sha yerda turgan edi, ha. Ko'rsa endi. Lobovoyda turibdimi bu? Buni ko'rsaychi endi. Endi u olganmi, olmaganmi? Olmagan bo'lsa nima qilasan aytib. Olgan bo'lsa ko'r. Olmagan bo'lsa, men qara. Если bu yoqqa tushgan bo'lsa, fiksatsiya. Biz seni jiberamiz, bo'ldi. Bavrim, ayda jo'lim bo'lsin. Siz bunga tushganmi, tushmaganmi, siz protokol yozasiz menga-ki, men buni ko'rsatsam. Siz tushgan sizlarda bo'lsa. Yo'q, mana qara. Yo'q, men tushmaganim 100% aniq. O'sha yerga nechta magazinlar bor, kamerasi bor. O'sha kamerani ko'raman. O'zing ko'raver uni. Menga farqi yo'q. Bor. O'zing ko'r. Men senga normal razgovor aytdim. Ko'r dedim.
Men senga bu yerdan ko'rsatdim. Sen uverin bo'lib turmayapsan o'zingga, to'g'rimi? Siz ham uverin emassiz. Men uverinman. Siz o'zingiz uchun uverinsiz. Konkretno uverim sizga. Konkretno. Men qarang, agar svetofordan o'tgansiz, siz meni planshetingizda toshna qilib meni tushirishingiz kerak edi. Palasidan o'tganimga. Men kirib o'tganimga 15 sekund bor edi daji. 1-2 emas. Ichi 15 kun bo'lsa. 15 sekund svetofor yozuvdi, 15 hali bordi. Men kirib bo'lgan sekund paret deysizmi? 1 2 3 4 5 6 7 10 15 bor-ku. Ha, 15 sekund. Men uje kirganimdan keyin 15 hali turuvdi. Yo. Keyin svetofordan o'tdim, ostanovka bo'ldi. Ostanovkada orqadan mashina keldi, ularni propiska qilindi, keyin men chiqdim svetofordan o'tib bo'lgandan keyin. Yo, men senga mana svetoforni aytib turibman-a, mana. Mana emas. Yo, men ham shuni aytganman. Bu yerda ostanovka yo'q senda. Mana bu svetofordan o'tgandan keyin ani katta yo'ldan chiqamanmi? Katta yo'ldan chiqqandan keyin kichkina bekatchami nimadir bor o'sha yerga. Ikkita palasa bo'lganda keyin bitta bo'lib ketgan palasa, to'g'rimi? Yo'q. Ikkita palasaligidan kelasiz, keyin bitta bo'lib ketgan palasa. Shahbod. Ha. Уважаемый Шахбод, Ha? у тебя стоит, ты сам смотрел, ты сам видел, как ты зашел. Правильно, да? O'zingda ko'rib turibdi. Yo, u tushganmi, tushmagan men bilmayman. Ko'rib turibman, o'zing shuni bitta ko'rib olishma. Chetdan ko'rib ol, menga ko'rsatma, o'zing ko'rib ol, dakansa. Stop. O'zing kutganda dakansa turadigan bo'ldi, shunki. Lekin qo'rqma, o'zing ko'r, menga ko'rsatma. Yo, endi bu tushganmi,